Tentak do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugun biz birgalikda bitta biznesni noldan ko'rib chiqamiz, ya'ni kiyim ishlab chiqarib, uni uzun marketda sotib ko'ramiz. Noldan bozorga borib material olamiz, tikuvchi topib tiktiramiz. Xullas, hamma narsasini qilamiz. Rasmga olamiz, keyin kartga yaratamiz, uzunga qo'yamiz. Barcha etapni noldan ko'rib chiqamiz va oxirida foydani ham hisoblaymiz. Shunday ekan, boshladik. Ishni Abu Saxiy material bozoriga tushib, material olishdan boshlaymiz. Do'stlar, charchamasdan bugun 3-may Abu Saxiy bozoriga material olishga kelganman. Ishlab chiqarishga material olib turib, ayollar kiyimini tikib uzun marketda sotib bermoqchiman. Xullas, ketdik. Mustangers. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. Nima ishlab chiqarib sotishni men o'zimning tajribamga asoslangan holatda tanladim. Bu ayollar kiyimi, chunki o'g'il bolalarga qaraganda ayollar ko'proq kiyinadi va hozir yoz oyi bo'lganligi uchun ikki xil kiyim tanladim. Men bittasi ayollarning dvoykasi, trendda bo'lgan, o'tgan yil ham yaxshi sotilgan, bu yil ham hozir yaxshi sotilyapti. Ikkinchisi ayollarning oddiy ko'ylagi, oddiy ko'chada kiyadigan ko'ylak edi va shunga moslab men bozordan material qidirdim. Material tanlashning ham o'zini anaqasi bor edi, menda shablonim bor edi. Material mana shunga o'xshaganroq material bo'lishi kerak edi, lekin juda ham yupqa ham bo'lmasligi kerak, juda ham qalin bo'lmasligi kerak. Yupqa bo'lsa ichini ko'rsatib yuboradi. Uni ko'rsatib yuborsa ichidan yana qo'shib nimadir tikish kerak, u qo'shimcha rasxod. Qalin bo'lib ketsa ichi ko'rinmaydi, lekin yozda isitib yuboradi. O'shanga oraliqdagi, o'rtadagi muvozanatdagi materialni tanlashim kerak edi dvoyka uchun. Ko'ylak uchun ham xuddi shunaqa, faqat gulli chiroyli bo'lishi kerak edi. Ya'ni xadovoy gulli ko'ylak bo'lishi kerak edi. Shunga qarab, xullas men bozorda material tanladim, aylandim. Aylanib hamma joyni ko'rib chiqqanimdan keyin oxiri bitta joydan material olishga qaror qildim. O'sha joyning materiali menga ranglari ham, sifati ham, qalinligi ham, hamma narsasi menga juda yoqdi. Shu sababdan o'sha do'kondan olishga qaror qildim. 4 xil rangda, och ko'k, och pushti, oq va limon rang bor ekan. O'zi limon olmoqchi emasdim, lekin rangi chiroyli bo'lganiga limon rangni ham qo'shib oldim. Xullas, ko'k rangidan 50 metr, pushti rangidan 51 metr, limon rangidan 51 metr, oq rangidan 70 metr oldim. Buni 1 metri 19300 so'mdan tushdi menga. Va men uni Abu Saxiy bozorining 73-do'kondan sotib oldim. Lekin menga bitta narsa yoqmadi. Oxirida materialni o'lchab berayotganda o'shani tashqarida yerda o'lchab berdi. Buni yoqmagan joyi menga oq material ham, sariq material. Xullas, materialni shunda yerda yozyapti-da, o'sha narsa yoqmadi menga. Dog' bo'lishi mumkin, kir bo'lishi mumkin. Uni yuvib bermayman-ku men klientga. Gulli ko'ylak uchun esa material tanlashga qiynaldim. To'g'risini aytsam, tavakkal qilgim kelmadi. O'shanga bitta materialni tanlab oldim-da, o'shandan 30 minglik sotib oldim, 2 metrmi, 3 metrmi sotib oldimda, birinchi obrazец tiktirib ko'rishga qaror qildim. Bu video dvoyka haqida bo'ladi. Xullas, materiallarni oldim va ketdim bozordan. Rosa yomg'ir yog'yapti. Orqada materiallar bor. Materiallarni tikuvchiga berib kelishim kerak edi. Do'stlar, bugun 6-may, men bichuvchiga materiallarni berdim. Hozir olib kelishga ketyapman. Ketdim men. Do'stlar, ishdan oldim. 85 ta dona dvoyka chiqqan, hammasi aralashgan holatda va
donasini 4000 so'mdan bichib berganlar. Endi bozorga borib tugma olamiz va bularni solishga upakovka qiladigan paket olamiz. Ketdik. Shu biron joyga qo'yib qo'ysam zo'r bo'lardi telefonni. Hayot bizni yana shu yo'llarga boshlab keldi. Biz bozorga keldik. Kichkina. Ikki teshik. To'rtta teshikli kerak. Do'stlar, kerak narsani oldim. Xullas, parkovkadaman. Mana shu parkovkani zo'r qilib qo'yganda. Oldin quyosh qo'yib o'tardi. Hozir so'nsa. Xullas, quyosh panellarini qo'yib cho'tchib qo'ygan. Do'stlar, Saidxo'ja bor yonimda. Charchamayapsizmi? Xo'p, hozirgina kiyimlarni tikuvchiga berdik. Mana Farxatskidamiz. Farxatskiy mana 2 etajli binolarda xullas. Shu yerda tikuvchiga berdik. Donasini 30 mingdan tikib beradigan bo'ldi. Ertaga rezinka kerak ekan, keyin tugma mos kelmadi, boshqa tugma olib kelib berish kerak, ip olib kelib berish kerak. O'sha mayda chudalarni olib kelib berib, xudo xolasa beraman, keyin ishni boshlayman. Toshligidan qo'yib olsa, xunuk bo'lib qoladimi? Tushadi hammasiga. Qanaqa? Xunuk bo'lib qoladi toshligidan qo'yib olsa. Ha? Nega mana bu yaxshi emasmi? Hammasiga tushib ketaveradi. Yo'q, bo'lmaydi. Mana bu 110 ming so'mmi? Tikuvchiga kelganman. Kecha berdim, bugun yetishmagan narsalari bor edi, o'shani olib keldim. Yetishmayotgan narsa bor edi, tugma, keyin rezinka, ip olib berdim. Endi xudo xolasa ertalab ishni boshlashar ekan. 1-2 kunda bitkazib qo'yacak xudo xolasa. Endi ishga boramiz. Kerak narsani olib berish uchun birrovga chiqdim ishxonadan. Ketdik. Do'stlar, charchamasizlarmi? Bu ishlab chiqarish ishi ko'p ekan, yugur ko'p ekan. Rasmini tashlab berdim tikuvchiga, xullas tika olmadi. O'shanga endi o'sha brenddan ko'rsatdim, originalini sotib oldim. Obrazetsga berib kelaman hozir, ular shunga qarab turib tikadi endi. Shunaqa gaplar. Ketdik. Bo'lmasa. Xullas bitta muammo. Tikuvchi menga qimmat etdi. Men o'sha kelishadigan odam yo'q edi, chetga chiqib ketdi. O'shanga o'zim borib kelishganman. Mayli. Endi o'sha hozirgi 85 ta dona bitta partiyani tiktirib olaman. Keyin qolganini ko'ramiz. Sizlarni kattami? Kichkinasidan qo'ya qoldik. Chiroyli. Bo'ldi, pastga shuni almashtirib chiqing. Almashtirib beradi. O'zimniki bor qolgan. Shunaqa edi. Shunaqami? Ha. Buni qaytarib beradi. Qaytarib beradi? Ha. Xullas mana bu katta bo'ldi, qaytarib beradigan bo'ldik.
kirib aytib ko'ramiz endi. Rahmat charchadim. Endi mashinaga borib eskigan tugmamizni olib chiqaman. Bu o'zimni tugmam, lekin bu qanaqadir ko'kroq deydi. Xullas topshirdim hamma narsani. Endi xudo xolasa tayyor narsani olib ketsa kelaman. Xullas ishlab chiqarish qilaman desa, mana shunaqa yurgurlari ko'p. Shunga ko'nadigan odam qiladi. Men bu yerda ishim bor, asosiy ishim. Bunaqa yuguradigan bo'lsam, asosiy ishim qolib ketadi. Xullas gaplashdim tikuvchi bilan. Короче, qimmat hisoblagan ekansan dedim. Ya buni mehnati ko'p dedilar, endi baribir. Xullas bo'pti, bu partiyadan kelishib bo'lganmiz dedim. Agar yaxshi sotiladigan bo'lsa, keyingi partiyadan boshqacha hisob kitob qilamiz dedim. Yana xatoyim, menga ip oldirdi. Misol uchun o'sha paytda men ip olib bermasdan turib gaplashsam bo'lar ekan. Endi aytishyapti menga tajribali odamlar. Короче, men bir marta tiktirayotgan bo'lishim mumkin. Sotilmaydigan bo'lsa qayta tiktirmasligim mumkin. Ip olib berganman, har bitta ranga 6 ta rulondan. Ip ortib qoladi tabiiyki. Ortib qolgan ip menda qolib ketadi. Keyin yana tiktiramanmi, yo'qmi o'zi. O'shanga uni donasiga 1000 so'mdan beraman deb kelishsam bo'lar ekan. Mana shunaqa joylari bor ekan. Xullas, sekin o'rganaveramiz-da. Shunaqa gaplar do'stlar, endi ishga surdik. Do'stlar, charchaysizlarmi? Xo'p. Men xudo xolasa hozir bitta obraz oldim tikuvchidan. Sariq, oq, rozoviy, ko'k rangidan. Bu obrazesidir. Obrazes bilan rangini qaranglar. Meni ko'proq yoqyapti, endi yana ko'ramiz. Endi bularni fotosessiya qilib turib karta yaratamiz. Fotosessiya qilib, karta yaratib, ertaga qolgan hammasi tayyor bo'ladi dedi, xudo xolasa ertaga olib ketaman, keyin time slot olib bizga olib borib beramiz. Shunaqa gaplar. Do'stlar, bugun nechisi? Bugun 15. Do'stlar, bugun 15-may. Biz ishdan oldik. Mohir bilan, Mohir yangi shogird. Endi Said Xo'janing o'rniga Mohir chiqadi endi. Soat ko'rsatadi. Xo'p. Hali yana bor, ularni olib chiqishimiz kerak. Ketdik. YouTube'ga. Yo'q, nimadir deyinchi? Muhim ishni harakat qilish kerak. Bu bolaning kelajagi bor-ku. Xullas Farxaskida tiktiramiz, har doim tikuvchi deysizlar. Kommentariyaga tikuvchi nomlarini yozib qoldirib ketaman. Bu yoq tepada ikkinchi qavatda. Tikuvchiga men 85 ta dona kiyim topshirgandim. O'shandan o'sha olgan kunim 84 ta donasini bitkazgan ekan va bitta ish tabiiyki tikuvchining qo'lida qolib ketdi. Bugun 23-iyunni hali ham o'sha kiyimni olmaganman. Vaqtim bo'lganda borib olishim kerak. Tikuvchi mendan 30 ming so'm pul olgan, bitta dona kiyimni tikkani, dazmol qilgani va upakovka qilib bergani uchun har bitta kiyimga 30 ming so'mdan pul to'laganman. Do'stlar, bugun 17-may, men rasmga oldim. Kiyimlarni endi karta yaratib olishim kerak, lekin undan oldin bitta ish qilmoqchiman. Ya'ni mana bunaqa kartalar chiqardim. Oddiygina A4 qog'oz, faqat sal grammaj qalinrog'idan oldim. Va mana shunaqa dizayn qilib turib kesib chiqyapman. Relinkani qo'yib turib, mana men pichoqcha bilan kesyapman. Xo'p, bunga nima yozilgan? Почувствуй свою красоту. Baxt bu sen. Твоя улыбка дарит надежду.
orqa tomoni pustoy. Ko'pchilik buni orqa tomoniga bal qo'ying, o'tib yozing, nimadir qiling yoki 10 ming so'm yutib olasiz, o'tib yozsangiz. Mana shunaqa narsalar qilishadi. Men unaqa narsa qilmadim, shunchaki chiroyli narsa qilishga harakat qildim. O'ylaymanki, mijozi o'zi xursand bo'lsa, davolim bo'lsa, ko'ngli ko'tarsa, shundoq ham kirib o'tib yozib ketadi. Shunchaki yaxshi narsani berishga harakat qilsanglar, o'tib shundoq ham keladi deb o'ylayman. Guten Tag do'stlar, charchamasizlarmi? Bugun 21-may. Biz va nihoyat dvoykalarni upakovka qilib berib yuboryapmiz. O'zi yarmini tayyorlab qo'ydim, berib olaman deb, lekin transport muammo bo'lyapti. O'shanga hammasini birdaniga qo'shib berib yuborishga qaror qildim. Va biz to'satdan nimani deb ko'rib qoldik. Xullas, hamma mana oq anaqalarda kiyimlarda old tomonda anaqa sariq dog'i bor. Dog' ham deb bo'lmaydi, markerning izi mana shu markerda chizilgan. Hammasida bor. Mana bularda yo'q lekin. Xullas, shunaqa. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, mana bu oq rangi bilan mana bu sariq rangini kiyganda ichini ko'rsatib olyapti. Bu degani prasvechit qilyapti. Kiysa ichi ko'rinyapti xullas. Men o'zi ataylab olayotgan paytimda qarab olganman, qalinroq material olishga harakat qildim. Lekin shunga qaramasdan men bilan parod qilyapti. Endi bilmadim nima qilishni, lekin berib yuboryapman. Chotki o'tsuflarni qabul qilib olamiz endi, xudo xolasa. Situatsiya. Do'stlar, skat bo'yicha gaplashamiz. Xullas, situatsiya. Xo'p, katta skat olganman. Narsalarim bor, to'g'ri narsalarim hozir ko'paygan, lekin bu skat menga kattalik qiladi. O'shanga men yoniga mana bu stanok qo'yib turib, sekin pechat qilmoqchi edim. Hali lekin pechat bo'yicha e'lon berilmagan, o'shanga pechat bo'yicha zakazam yo'q. Agar pechat zakaz tushmaydigan bo'lsa, pechatni yurg'izolmaydigan bo'lsa, bu yoqdan biz katta ehtimol bilan chiqib ketamiz. To'g'ri, katta zo'r joy, narxi ham arzon, $400. Lekin bitta minusi bor. Mana bu bizning yonimizda bu yoqda oxir shunaqa qilib magazin bor. Eshikda xullas hovli bitta magazin bilan bizga va bizning hojatxonamiz общий va u hojatxona bizning territoriyada joylashgan. Ular kelib, kirib hojatxonadan foydalanadi va mana bunaqa holatga keltirib ketishyapti. O'shanga katta ehtimol bilan yoki ularni bu yerga kirmaydigan qilish kerak yoki mana bu yurmaydigan bo'lsa, stanok bu yerdan chiqib ketib, boshqa skat topish kerak. Shunaqa gaplar. Shunaqami oxir? O'zi men juda kam kelaman, Mohir ham hozir kirmas ekan bu yerga. Hechga qaraganda bu uning ishi emas ekan. Setmaslar hali. Xullas, mana bu yonni qufladik. Lekin videoga tushyapsiz Mohir? Ha? Nima? Lekin bu yoq chiqib Hamma qoladi. samimiy anaqa o'zi. Bu bizning tovarlar video qilishga ham, ochishga ham vaqt bo'lmayapti. Hozir Mohir bilan anaqa ketyapmiz, uzun skladiga. Mohirga ko'rsatib kelaman. Uzumda tovar qanaqa topshirilishini. Do'stlar, bugun 28-may. Dvoykani sotuvga chiqarganimga nechadir kun bo'ldi, esimda yo'q. Necha kun bo'lgan sanamadim. Xullas, sotuvga chiqqandan to bugungacha 7 ta dona sotildi. Bugunning o'zida 2 ta sotilibdi. Xullas, har kuni bitta 2 ta sotilyapti shunaqa. Narxini el qatori qo'yib qo'yganman, 177 mingdan qo'ydim. Boshqalar ham shunaqa narxdan qo'yib sotyapti. Qimmat sotayotganlar ham bor, ularning o'tsuflari zo'r, ancha sotib qo'ygan odamlar qimmatroq narxdan sotyapti. Meniki hali yangi karta, shunga unaqa qimmat qo'ya olmayman. Xo'p,
narxini tushirmadim. Narxini tushirib, ko'tarib olardim odatda har safar. Bu safar unaqa qilmadim. Endi kutib turibman otizov kelishini. Otizovga qarab ish tutaman. Agar yaxshi otizov keladigan bo'lsa, shu narxda qoladi. Balki sal turib narxini ham oshirishim mumkin. Agar yomon otizov keladigan bo'lsa, unda narxini tushirishga majbur bo'laman. Kutandak do'stlar, charchamasizlarmi? Bugun 12-iyunni. Xo'p. Dvoykalar narxini 175 ming so'mdan sotayotgandim. Bular narxini kecha 195 ming so'm qilib qo'ydim. Shunaqa bo'lsa ham bugun 5 ta dona sotilibdi. Demak, narxini shunaqa qimmat sotishdan davom etaman. Do'stlar, endi eng qiziq, hamma kutgan joyga keldik. Hozir hisob-kitob qilamiz. Oldin bitta dvoykani tan narxini chiqarib olamiz. Xo'p, mana bu men sotib olgan ranglarim, mana bu metrlari jami 232 metr bo'lgan. Mana bu narxi 1 metr tovarning narxi. Xo'p, shunaqa hisoblaydigan bo'lsak, bu yoqda mana ip tugma uchun 290 ming so'm, rezinkasi uchun 70 ming so'm rasxod qilganman. Xullas, materialning tan narxi uchun bu yoqda 4.837 ming pul rasxod qilgan ekanman va menda shuncha rasxoddan keyin 85 ta dona dvoyka chiqqan shuncha materialdan. Tikuvchi bitta dona kiyimni tikib berishini 30 ming so'mdan olgan. Bichuvchi 4 ming so'mdan bitta kiyimga bichib berganiga pul olgan. Menda bitta kiyimni tan narxi 90 ming 913 so'm bo'lyapti. Lekin men orada salafan olganman upakovka qilish uchun va benzin rasxod qilganman. Shular hammasi hisoblangan holda yana o'zimdan 1100 so'm qo'shib yubordim. 92 ming so'mdan tushdi deb hisobladim tan narxini. Endi uzun market bizga necha pul berganligini hisoblaymiz. Hozircha bitta kiyimni tan narxi 92 ming so'mdan tushyapti. Bu uchun mana men uzumga tovarni qo'ygan paytimda boshida 175 ming so'mdan sotganman bitta dona kiyimni. Mana 43 ming so'm uzum sotib berganiga olib qo'ygan, 6500 so'm yetkazib berganiga olib qo'ygan va meni qo'limga 124.750 so'm pul bergan. Va men qanchadir vaqt o'tgandan keyin kiyimni narxini oshirib qo'yganman. 175 ming emas, 195 ming so'mdan sotishni boshlaganman. 195 mingdan sotgan paytimda uzum menga 48 ming olib qo'ygan, 6,5 ming olib qo'ygan va 139 ming pul chiqarib bergan qo'limga. Xo'p, endi hisob-kitob qilamiz. 175 mingdan sotganimda 127 ming pul bergandi. 127 mingdan 92 ming so'mni ayirib olsak, xiralashyapti negadir. 92 ming so'mni ayirib olsak, 35 ming so'm foyda qolyapti menga. 92 ming pul tikib 35 ming foyda qilyapman. Arzon sotgan holatimda. Keyin narxini oshirib qo'yganimda 195 ming so'm sotganimda 139 ming so'm uzum menga pul beryapti. 139 mingdan 92 mingni ayirib olsam 47 ming foyda qilyapman bitta dona mahsulotdan. Mayli, men qimmat sotgan narximdan emas, arzon sotgan narximdan hisoblayman. Shunda bitta donasini 120 donasiga uzum menga 127 ming bergan, 84 ta dona sotilgan. Shunda uzum menga jami bergan puli 10.668 ming bo'lar ekan. 84 dan hammasi sotilgan holatida. Mahsulotning tan narxi esa mana 84 ta donani 92 mingga ko'paytiryapman. O'shanda 7.728 ming pul chiqyapti va bu yoqda foyda, bu sof foyda 2.940 ming pul chiqyapti. 84 ta donani men arzon narxdan sotdim, 27 mingdan sotdim deb hisoblaganimda, agar men bu narxi o'tkazsam, foyda yana oshadi. Hozir soat tungi mana bugun 23-iyunni tungi 3 bo'lyapti. Ko'rishga ham, qarashga ham to'g'risini xohishim yo'q va hozirgi holatda menda nechta dona dvoyka ostatkada qolganligini ko'ramiz. 84 ta dona berganman. O'shandan xo'p, mana dvoykalarim, mana bugun 23. Mana bu dvoyka. Shundan yurib kelsak,
mana FPO qoldiqlar 7 ta dona qolgan menda mana. 7 ta qolgan va u 185 million sotayotgan ekanman hozir. Bu bitta dona rangini narxi bo'lishi kerak, adashmasam. Chunki eng arzon narx ko'rsatadi bu yerda. Bittasini 185 mingdan, qolganlarini 195 mingdan sotyapman mana. Shunaqa gaplar. Xo'p, do'stlar, men hammasini ochiq-oydin ko'rsatdim mana. Shunaqa foyda qilsa bo'ladi. Balki bu ko'pdir, balki bu kamdir. Menimcha hech narsa qilmagandan yaxshi. Bu bitta dona pozitsiyadagi tovardan shunaqa foyda bo'lyapti. Agar kim uzun marketda savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsa, meni Telegramda kanalim bor. Bundan tashqari YouTube'da ham YouTube-ku bu. Bundan tashqari Instagramda ham kanalim bor. U yoqda kuzatinglar. Telegramga o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, men yaqin kunlar ichida o'zimni kursimni ochmoqchiman. Uzun marketda savdo qilishni o'rgatadigan kursni ochmoqchiman. Agar Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar, men o'sha Telegram kanalimga aytaman, e'lon qilaman. Shu yerda jonli efir qilamiz. Hamma narsani tanishtirib, tushuntirib o'taman. O'shanga Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar, eng muhimi o'sha. Kim o'rganmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.